Jonim, kelin meni uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshalar ko'rmasa, men ham chiqaman hozir. Ha, tamam, tamam. To'xta urma, to'xta. Amaki hammasi tushuntirib beraman, to'xtang amaki. Hammasi tushuntirib. Hammasi tushuntirib. Nima bana usta? Qizchang bo'lib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkoga chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan? Kiygansan, bilmayman-ku men, to'g'rimi? Kiymasan qamataman. Tushundingmi? O qiyra qochibdi. O kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamsaya, bachalar nima ish biladi, bunga qarash keladi, jillisidan qarash. Shu Roman hamsaya. Bular kimni qizini yoniga kelganmi? Nimaga kelding o'zi bizga qishloqasan? O amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Biz yoshmachada biz ham. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Sizga bratga, bizlar ham erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyiga bor edik. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kimni qizini yoniga boruvding? Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O sen ichingga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Churdi ekonlar bor ekan. O'sha qizlarning yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib so'qib yuribman. Mana hozir to'lgan kunim iPhone 17 olib berdik 2 kun oldi. To'xta. Hamsaya urmay. Oxirigacha eshitaylik keyin. Dadasi shunday lo'q, kontraktlarim ponni to'lab beribdi. O'zi bera kelishimdan maqsad uyini ko'rishga keldim. Uyini oltimga o'tkazaman, mazza qilib yashayman keyin. Ha, endi jiyan qizchangni olib beraman, 17ni qo'lingga ol-da, uyingdagilarga telefon qil. Uylarini yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlarini chaqirib qo'ysinlar. Haymi? Bitta soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku yo'q. Ana shu odam bo'lash. Qiyra qochasan, bu ham yomon yuguradi.